chiqib o'sha Salim qori bilan Shayx hazratlari nima deb suhbat qildi, bir 5 daqiqa 10 daqiqa deb bir-biringizga aytsangiz, hozir ham esimda turadi, esimdan chiqib qoldi sizda. Endi bitta Rasulullohning muborak hadislarini eslaringizdan chiqarmasdan xonadonlarga olib ketinglar. Aytinglar, qizlaringizga, kelinlaringizga, nevaralaringizga aytinglar. Rasululloh aytgan ekanlar, qaysi bir ayolni, xotinni eri ko'chadan kirib kelsa, ana shu ayol erini ochiq yuz bilan, tabassum bilan, xursandchilik bilan kutib olsa, ana shu ayolga meni nomimdan salom aytib qo'yiladi degan ekanlar payg'ambarimiz. Shu azizlar. Qaysi ayol payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning salomini olsa, albatta o ayolga jannat vojib bo'ladi. Do'zaxda o'ta harom bo'ladi azizlar. Aytaylik shuni ayollarimizga. Aytaylik qizlarimizga, kelinlarimizga azizlar. Ana endi azizlar, ayollarimiz siz u biz erkaklarni shunaqa kutib olish uchun erini va shunaqa xizmat qilish uchun, ehtirom, hurmat ko'rsatish uchun biz erkaklar ham o'z o'rnida ayollarning haqqini ado qilib qo'yaylik azizlar.